alaykum hammaga. Bugun 9-oktyabr. Bugun sizlar bilan 10 kilovatlik stansiyamiz o'zini qanchada oqlashini ko'rib chiqamiz. Xo'p, demak, stansiyalarimizni narxi komplektatsiyasiga qarab, qanaqa panel, qanaqa inverter tanlashiga qarab narxlanadi. Keyin bugun o'sha premium kategoriyaga kiradigan, demak, Longi Haymo X10 inverterimiz Solax inverterdan foydalanib qilib bergan stansiyamizning narxi 40 million so'mga tushgan mijozimizga. Bugungi kunda 61 kilovat tok ishlab chiqaribdi. Kecha 57 kilovat, 56 kilovat, 57 kilovat, 60 kilovat, oktyabr oyida shunaqa 60 kilovat atrofida tok ishlab chiqargan demak. Xo'p. Demak, 60 kilovat tok ishlab chiqaradigan bo'lsa, biz hisoblashimiz mumkin. Demak, raqam hisoblasa ham bo'ladi. Misol uchun 60 kilovat bir kunda bo'ladigan bo'lsa, ko'paytirilgan 30, ko'paytirilgan 12 yilida 21600 kilovat, ya'ni pulga chaqqanimizda 21600 deb hisoblash mumkin, lekin bunaqa chiqmaydi. Sababi fasllar bizda o'zgaruvchan bo'lgani bilan shunga qarab, oftob tepadan pastdan aylanishiga qarab tok ishlab chiqaradi. Fasllarga qarab. Yozda 16 soatgacha yorug'lik bor, qishda 8 soatgacha kun qisqaradi. Xo'p, mana bu yoqda Energetika vazirligi huzurida qayta tiklanuvchi energiya manbalari milliy ilmiy tadqiqot instituti tomonidan o'rganib chiqilgan fotoelektr stansiyaning yillik elektr energiya ishlab chiqarish xarita yordamida hisoblash. Xo'p, mana ko'rishingiz mumkin. Qancha qizarib borgan bo'lsa, shuncha degradatsiyasi yuqori deb hisoblash mumkin. Buxoro, Qarshi, Navoiy juda baland nimada turibdi, Urganch, Nukus. Xo'p, demak, Buxoro hududida yillik 1 kilovat stansiyani degradatsiyasi 1607 dan 1680 kilovatgacha chiqyapti. Xo'p. 1680 bo'ladigan bo'lsa, yillik 1 kilovatda 10 kilovatda 16800 kilovat. Xo'p, demak, yilida 16800 beradigan bo'lsa, 40 millionlik stansiyamiz o'zini qanchada qoplaydi degan savolning javobi 16800 ga bo'lamiz. Qariyb 2,5 yilda o'zini oqlar ekan. 2,4. Ko'rishingiz mumkin, 2,4 ko'paytirilgan 16800 kilovatdan yillik ishlab chiqarsa 40320 kilovat tok ishlab chiqaradi 2,5 yilda. Bu degani 40,320 ming so'm. Hozirgi subsidiya 1000 so'mdan deb hisoblaydigan bo'lsak, 2 yil 3 oyda o'zini oqlar ekan 40 millionlik stansiyamiz. Demak, bu 10 kilovatlik stansiya narxi shunaqa bo'lyapti. Agar 50 kilovat qiladigan bo'lsangiz, 50 kilovatlik stansiyalarimiz 165 millionga 50 kilovatlik Jinko Solax inverterlardan qo'yib beradigan bo'lsak, 165 million. Xo'p, 1680